Assalomu alaykum. Bugun Ipay Crude Oil Stock yangiligi asosida qanday savdo ssenariylari yuzaga kelishi mumkin birgalikda ko'rib chiqamiz va Yevro-Kanada juftligi bo'yicha real grafik asosida fundamental va texnik tahlil qilamiz. Ipay Crude Oil zaxiralari bu haftada ko'paydi. Bu neft narxiga salbiy ta'sir qiladi, ya'ni Kanada dollari zaiflashadi, bu esa Yevro-Kanada juftligida narxni ko'tarishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, narx hozir mana shu atrofda yuribdi va support resistance zonalari mavjud. Agar yangilik ijobiy bo'lsa, narx tepaga bo'lishi mumkin. Agarda narx salbiy bo'lib chiqsa, pastga, tepaga emas, pastlashi ham mumkin. O'zimni shaxsiy rejamga keladigan bo'lsak, agarda narx 1.560 dan tepaga chiqadigan bo'lsa, men long savdoga kiraman deb turibman. Bunda take profit 1.570 bo'ladi, stop loss esa 1.556. Agarda narx pastlaydigan bo'lsa, ya'ni 1.555 dan pastga tushadigan bo'lsa, narx short savdoga kiraman. Ya'ni bu yerda meni stop lossim 1.561 bo'ladi, take profitim esa 1.545 bo'ladi.